Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi videomiz tovuqlar haqida bo'ladi. Bozordan 10 ta tovuq taqoq sotib oldik. Kelgan kuni ikkita tuxum tug'ib berdi. Tovuq haqida video ko'plab chiqarilgan ekan, YouTube'ni ko'rdim. Nima qilsa qanday qilsa tuxum beradi, qanday ko'paytiriladi, shu haqida videolarni ko'rdim YouTube'dan va o'zim ham video chiqarishga qaror qildim. Tovuqlarga oldin tovuqlarimiz juda ham ko'p bo'lgan, bolalik vaqtimiz. Hozirgi vaqtda tavug'imiz yo'q edi. 7 xazinaning birida edi tovuqni ham. Shunga bir tovuq ko'paytirib ko'rayli yoki bo'lmasa kuniga bir 3 ta 4 ta tuxum berib tursa ham bolalarga tuxum bo'ladi degan maqsadda tovuq ko'paytirib boshladik. Ko'rib turganlaringdek yerni kovlab, yerdan chuvalchang ko'lab oldik. Bu tuxum berishiga juda ham foyda beradi degan videoni ko'rib qoldim YouTube'dan. Men chuvalchanglarimizni ko'rib turibsizlar. Yerdan kovlab oldik. Chuvalchang bersa, keyin piyoz to'g'rab bersa, bug'doy, makkayi, har xil dondonlar bersa bo'lar ekan. Aslida men shu chuvalchangga tuxum ko'proq beradi degan videoni ko'rib qoldim. Sinamoqqa chuvalchang berib ko'rdim. Tovuqlarimiz kecha beruvdim, ishtaha bilan zo'r yedi. Men bugungi videoda ham mana ko'rib turganlaringdek chuvalchangni mazza qilib yer ekan. Birinchi kuni 2 tuxum berdi, ikkinchi kuni 3 ta tuxum berdi. Mana bugun 4 ta tuxum berdi va ertalab 4 ta tuxum berdi va obeddan keyinga yana 2 ta tuxum berdi. Menimcha chuvalchangning foydasi bo'ldi shekilli deb o'ylayman. Ko'rib turganlaringdek chuvalchangni yeb qo'yishdi. Kuniga 2 mahal chuvalchang berib turish kerak ekan. Videoda ko'rdim. Mana obeddan keyingi vaqt. Obeddan keyingi vaqt soat 4lar orasi bo'lib qoldi. Ertalab 4 ta tuxum oldik. Mana ko'rib turganlaringdek 2 ta tuxumni panalatib bu yoqqa ham tug'gan bo'lgan ekan. Bilmadim, ertalab tug'gan yoki obeddan keyin tug'ilgan, bilmadim. Lekin bugungi hisobda 6 ta tuxum berdi. 10 dana tovuqimiz 6 ta tuxum berdi. Kelgan kuni 2 ta tuxum berdi. Keyingi kuni 3 ta tuxum berdi. Mana bugungi kunga kelib chuvalchang berganimizni hisobigami, bilmadim, yoki mana bu xo'rozimizni hisobigami. Tuxumlarimiz ko'payishdi, 6 ta tuxum bo'ldi. Hozirgi vaqtda kim qanday dondon beryapti va tuxumlarga qanchalik samarali foyda beryapti tuxum ko'payishiga, shu haqida kommentariyaga yozib qoldirsangiz menga ham foydali bo'ladi va shu videoni ko'rib turganlarga ham foydali video bo'ladi degan umiddaman. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Kommentariyaga o'z so'z va fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat.